Yaxshimisilar do'stlar? Bugun baklava tayyorlashning haqsiz darsligini olib keldim. Eritilingan seriq maydan 125 gram, shakardan 50 gram, asaldan 50 gram, suv maydan 50 gram, tuzdan 5 gram, sodadan 5 gram, suvdan 200 gramni quyib, qo'l chalg'uchda yaxshi aralashtirib olamiz. Shakar eriguncha to'liq aralashtirgandan keyin 550 gram odatdagi unni selib, xamir yo'g'irib olsak bo'ldi. Xamirni yo'g'irib bo'lgandan keyin xamirning ustini o'rab 5 minut tindirib qo'yamiz. G'arbcha to'rt pishiriq kasbini qisqa muddat ichida sistemli, muntazam holatda o'rgangan qizlar inkas rayoniga o'rgangunba deb inkas qoldirsanglar bo'ldi. Davomli o'quvchi qabul qilyapmiz. Tindirib olgan xamirimizni tang 4 parchaga bo'lib olamiz. Har bir parcha xamirimizni listiq to'g'ri kelgudek holatda 4 chas yeyib olamiz. Qiymasiga ketarlik materiallar to'g'ralgan yong'oq mevasi, kishmish, asal, shularni aralashtirib olgandan keyin ichib tayyorlab olgan xamirimizning ustiga tekshi yetib olsak bo'ldi. Har bir qavat xamirimizning orasiga bir qavat qiymamizni bergandan keyin 4 qavatni mush holatda bir-birining ustiga juplab yeyib olamiz. Eng oxirgi xamirimizni yoygandan keyin ustiga tekshi yeyib olamiz. Ham no'g'ich bilan tekshilab olsanglar bo'ldi. Amdik bosqichda 2 tal tuxumning seriqini xamirning ustiga surib olamiz. Tig' bilan g'ish shaklida iz chiqarib olsanglar bo'ldi. Har bir shaklning o'ttiriga butun yog'ni mushkul holatda qo'yib olamiz. Duxovkaning ostini 200 gradusda, ustini 180 gradusda 25 minutdan 30 minutgacha pishirsak, mezlik baklavarimiz tayyor bo'ldi. Uyda o'zingizlar tayyorlab yiqinglarsa, xayr xo'sh.